Yozgi yangi kiyimlarimga unpacking qilamiz. Let's go. Sizlarga juda ham yoqadi. Yarashdimi menga? Birinchi ko'ylagim shunaqa ko'rinadi. Ertakka tushib qolgandek bo'ldi. Look at this. I'm princess. I look gorgeous. Oh my gosh. Tarbiyalar qaysi prinsessaga o'xshaydi? Ko'rinishi juda ham go'zal ko'ylak. Uchinchi ko'ylagimga o'tamiz. Ko'ylagim rangiga mos. Shu paketda ochib ko'ramiz. That's why I like it. That's kind of pretty dress. Именно bu yoz men ko'ylaklarni sevdim. Chunki bu ko'ylakni ham sizlar menga tanlab bergansizlar. Shunaqa stilda ko'ylaymanda. Juda ham ko'p qizlar qatdan oldingiz deb so'raydi. Reklamalaring uchun zo'r joy bo'lish mumkin edi. Bu ko'ylakni ham sizlar menga tanlab bergansizlar. Oldim. Juda ham go'zal. Svidaniyaga chiqib qolsam, kiyaman deb niyat qilgan. Shuncha ko'ylak olib ko'rsataman. Iltimos, obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Rahmat. O'zimga yangi olgan ko'ylaklarni sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Eng yaxshi ko'rgan ko'ylaklaringni kommentariyada yozib o'tinglar. Sizlarga o'zi shunaqa rubrika yoqadimi yo'qmi? Bilmoqchiman. Rahmat.